Assalomu alaykum. Bugun har bir xonadonda gaz, suv, elektr energiyasi, xullas bir qancha o'lchash qurilmalari mavjud. Xo'sh, ular to'g'ri ishlayaptimi? Balki siz ortiqcha pul to'layotgandirsiz. Buni metrologiya sohasi mutaxassislari aniqlab berishlari mumkin. Dasturimiz orqali metrologiya sohasiga kadrlar tayyorlash xususida so'z yuritamiz. O'lchashlar hayotimizning har bir jabhasida ahamiyati juda ham muhim. Elektr tokini, gazni, suvni hisoblangan darajalarda olamiz. O'lchash vositalarini o'rnatilgan aniqliklar darajasida ishlashini tasdiqlab beruvchi fan bu metrologiya. Metrologiya faqatgina maishiy asbob-uskunalarimizni xatoligi bilan emas, bundan tashqari yana ishlab chiqarishda, aloqada, radio, televideniya, aviatsiya, transport, temir yo'llar, hamma sohalarda metrologiyani tekshiruv va natijalari ishlatiladi. Tibbiyotda ham shu jumladan qayerda o'lchov vositasi ishlatilsa, albatta metrologiya ta'minoti bo'lishi kerak. Biz o'zimiz bilgan, ba'zan esa bilmagan tarzda o'lchovlar, me'yorlar asosida hayot kechiramiz. Aytaylik, umr o'lchovi, vaqt o'lchovi, sotib olinayotgan mahsulot o'lchovi hamda mahsulotga qo'yilgan sifat kafolati. O'lchash qurilmasiga ega bo'lish doim ham bexato o'lchash degani emas. Uning to'g'riligi mutaxassis tomonidan tekshiriladi. Mamlakatimizda metrologiya sohasi mutaxassislari tayyorlanmoqda. Toshkent davlat texnika universiteti metrologiya texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish va sertifikatlashtirish kafedrasi aksariyat ishlab chiqarish korxonalarida o'zini filialiga ega. Mana shu O'zbekistonda qancha metrologiya yo'nalishlari bo'ladigan bo'lsa, namunali kafedra sifatida tan olingan. Dual ta'lim maqsadida ochilgan filial birinchi navbatda O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligida ochildi. Bitiruvchilarimiz mutaxassis sifatida mana shu hamkor tashkilotlarda faoliyat yuritadi. Bugun talaba bo'lib, ertasi kuni ishlab chiqarishga borib, nazariya bilan amaliyotni uyg'unlashtirish, yetakchi mutaxassislar yordamida mana shu darslarni tashkil qilish, ishlab chiqarishda yangi asbob-uskunalar, etalonlar, me'yoriy hujjatlarni qanday yuritishni, qanday ishlatishni, ekspluatatsiya qilishni, eksperimentlar o'tkazishni o'rganishadi. Salohiyatini soha nuqtai nazaridan birinchi kursdan boshlab shakllantirib boshlaydi. Bizni tashkilot Toshkent davlat texnika universiteti bilan yaqindan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. O'zbekiston Milliy metrologiya institutida maxsus kafedrani o'quv-xonasini tashkil qildik. Talabalar amaliy bilimlarini va ko'nikmalarini bevosita shu tashkilotimizda joylashgan metrologiya laboratoriyalarida tanishlari va olishlari mumkin. Dars jarayonlariga biz o'zimizni xodimlarimizni ham jalb qildik. Ya'ni o'qituvchi sifatida bizni xodimlar ham ishtirok etishi mumkin va bevosita hozirgi kundagi metrologiya sohasidagi xalqaro tajribalardan tanishishlari mumkin. Bu yerdagi bir know-how yoki innovatsiyalarni shu joyni o'zida tanishib, bevosita ishtirokchi bo'lishi mumkin. Bundan ko'zlangan maqsadimiz ham bor. Biz iqtidorli talabalarni shu jarayonda tanlab olishimiz mumkin va 3-4 magistratura bosqichidan biz bu talabalarni ishga joylab, ham o'qishiga, ham ish faoliyatini boshlab davom ettirishga kerakli shart-sharoit yaratib berishga bu asos va zamin bo'ladi. O'zi bizlarning oilamiz temirchilar oilasi. Kichkina paytimdan boshlab shu akalarim bilan stanoklarda akalarim ishlardi, men yonida yurib ko'rardim. Qanaqadir millimetrlar, santimetrlar katta rol, ahamiyat o'ynardi.
Shu sabab o'lchamlarga qiziqdim va metrologiya sohasini tanladim. Metrologiya sohasida o'rganadigan yo'nalishlari, taraflari ko'p. Dissertatsiya mavzuyim ham neft va neft mahsulotlarining sifatini nazorat qilish. Ximiyaga bog'liq yo'nalishi metrologiyaning shu sohasini o'rganyapman. Neftdan olinayotgan har bitta mahsulotning nazorati bo'ladi. O'sha nazoratni tahlil qilib borish kerak. Yanada sifatni qanaqa qilib oshirsak bo'ladi, yana ham yaxshi mahsulot olsak bo'ladi. Shuni tahlil qilyapman. Bizni talabalar o'lchashlarni usullarini, turlarini, asbob uskunalarni ishlash prinsiplarini, davlat metrologiya tekshiruvi nima, nazorati nima, mana shu masalalarni hammasini o'qish jarayonida o'rganishadi. Har bir ishlab chiqarishda sifatni ta'minlash uchun laboratoriyasi bor. Mana shu laboratoriyalarni chiqayotgan mahsulotlarni xarakteristikalarini tekshirish kerak. Bu bilan iste'molchining haq-huquqlarini himoya qilish kerak. Men o'lchash usullari vositalari fanidan dars beraman. Bu fanda laboratoriya ishlari mavjud va bu laboratoriya ishlarini amalga oshirish uchun bevosita amaliyot zarur. Dual ta'lim tizimi imkoniyatlaridan foydalangan holatda shu laboratoriya ishlarining 60% Milliy metrologiya institutida amalga oshiriladi. Dual ta'lim dasturi demak ikki tomonni kelishuvi asosida namunaviy fan dasturlari yaratiladi va dual ta'lim tizimiga kiritiladigan laboratoriya mashg'ulotlari tuzilib, dastur asosida amalga oshiriladi. 7 o'lchab bir kes deydi dono xalqimiz. O'lchovlar aniqlikni belgilashdan tashqari, tartib va xavfsizlikni nazorat qilishda ham muhim. Neil Armstrong, shu astronavt, Oyga birinchi marta qadam bosganda shunday bir sitatani aytadi. Bu inson uchun kichkina qadam, lekin odamzod uchun juda katta qadam deb o'zini shu Oy bilan bog'liq bo'lgan izlanishlarni boshlagan. Biz ahamiyat bermagan shu 1 gram ilmda, metrologiyada juda katta ahamiyatga ega. Misol uchun, to'g'ri, bozorda biz mahsulot sotib olsak, kartoshka yoki go'sht sotib olsak, 1 gram hech qanaqa ahamiyatga ega emas. Lekin dori ishlab chiqarishda, farmatsevtika yo'nalishida 1 gram modda bu dorini zaharga aylantirishi mumkin. Eshiklarda yoki mashina misol detallarida qarasak, zazor deymiz, ya'ni ora juda katta ekan deymiz. Lekin u zazorni to'g'ri qilish uchun zavodda 1 millimetr nazorat qiladigan qurilmasi to'g'ri ishlashi kerak. Shunda shu zazor ham to'g'ri bo'ladi. Insonning biopotensiallarini o'lchash, yurakdagi chistotani o'lchaydigan qurilma bor. Elektrokardiograf 1 millimetr sekundga adashadigan bo'lsa, sog'lom insonni xasta, kasal inson deb xulosa beradi va u inson ruhan tushadi birinchisi. Ikkinchidan iqtisodiy zarar ko'radi. Sababi davolanish boshlaydi, dori darmon sotib oladi. Mana 1 millimetr 1 sekundani yoki bir o'lchamni biz ahamiyat bermaydigan jihatlari qanday salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Biz soch tolasi juda kichik deb o'ylaymiz, lekin undan nechidir baravar kichik o'lchamlarni ham hozir metrologiya o'lchab beryapti. Bu mikronlarda o'lchanadigan yo'nalishlar. Maxsus mikroskoplar, kvant mikroskoplari, lazer mikroskoplar buni o'lchab berishadi. Metrologiya har qanday muhandislik yo'nalishida olib boriladigan o'lchashlarni aniqligini oshirish, xatoligini kamaytirish, birliklarini ta'minlash maqsadida amalga oshiriladi. Demak, bironta muhandislik yo'nalishi yo'qki, metrologiyaga zarurat sezmasa. Mana qurilish tashkilotlaridagi metrologiya oldin proyekti tuziladi, loyihasi. Loyihani ichida uni standarti ham mavjud, xavfsizligi ham mavjud. Agar o'shani tegishli mutaxassislar, ekspertlar tomonidan chuqur o'rganib, baho berilib, uni kommunikatsiyalarini to'g'ri belgilab, tasdiqlanmasa, hamma me'yorlarga putur yetadi. Bundan tashqari faqat qurilish sohasi emas, mashinasozlik, oziq-ovqat sanoati, tekstil sanoati, barcha industriyamizning sohalari metrologiya standartlashtirish,
texnik reglament me'yoriy hujjatlariga zarurat sezadi. Birinchi navbatda mana shu me'yorlar bo'lsagina, o'lchash natijalari bo'lsagina biza muhandislikda biror mana shu belgilangan loyihani samarali bajarishga imkoniyatimiz bo'ladi. Metrologiyaga yangi tushunchalar, yangi o'lchashlar usullari, umuman yangi yo'nalishlar kirib kelyapti. Bular nimalar bilan bog'liq? Bular yangi innovatsion texnologiyalar bilan bog'liq. Misol uchun, oldin axborotni o'lchami bormi deganda biz faqat o'sha bayt, bit, gigabayt, megabayt qabul qilardik, lekin hozir terabayt va undan yuqori bo'lgan o'lchamlarni metrologiyaga bog'lab, u yerda ham xatolik bor, u yerda ham noaniqlik bor degan olimlarimiz shu kashfiyotlarni qilishdi. Hozir hayotga, sanoatga tatbiq etib boryapmiz. Oldin biz kiber xavfsizlikda o'lchashlar degan narsani eshitmaganmiz, lekin hozir kiber xavfsizlikda o'lchashlar, ya'ni chistota uzatish, kriptografiya, big data, ya'ni katta ma'lumotlarni saqlash, uni o'lchamlarini to'g'ri qo'yish va me'yorlash, monitoring qilish uchun maxsus uskunalar rivojlanib boryapti. Metrologiya shu bilan qadama-qadam rivojlanishi kerak. Shuning uchun bizga juda muhim oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik va talabalarga potensial bizni xodim sifatida kelishda bu tushunchalar, bu yangiliklardan xabardor bo'lish. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarida metrologiyani o'rni juda muhim. Sababi energiyani hosil qilish va uni saqlash. Undan tashqari yarim o'tkazgichlar, super o'tkazgichlarda ham metrologiya o'rni bor. Shu yo'nalishlarda ham kvant metrologiyasi kirib keldi. Biz oldin eshitmagan, bilmagan laboratoriyalar, etalonlar hozir biz hayotga tatbiq etyapmiz buni. Energiya resurslarini tejash, ekologiyaga bo'lgan ta'sirlarda ham metrologiyani alohida o'rni bor. Vodorod texnologiyalari ham yangi kirib kelgan yo'nalish hisoblanadi. O'zbekiston Milliy metrologiya instituti bugungi kunda zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlangan laboratoriyalarga ega. Uskunalardan foydalanish uchun esa bilim va malaka zarur. Birinchi navbatda albatta dual ta'limga jalb qilingan barcha talabalar o'quv semestr boshida laboratoriyaga kirishdan oldin texnik xavfsizlik qoidalari bilan albatta tanishadi. Birinchi haftasidayoq ularga texnik xavfsizlik qoidalari o'tilib, tegishli jarayonlar bajarilgandan keyin alohida ruxsatnoma berilgandan so'nggina talabalarimiz bevosita laboratoriyaga kirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu O'zbekiston Milliy metrologiya institutining gaz analizatorlarini metrologik tekshiruvdan o'tkazish bo'yicha laboratoriya xonasi bo'ladi. Bu yerda o'sha respublikamizda mavjud barcha gaz analizatorlarini metrologik tekshiruvdan o'tkazish, qiyoslash va kalibrlar o'tkazish jarayoni amalga oshiriladi. Alkotesterlar yoki zavodlarda ishlab chiqarish korxonalaridan chiqayotgan zaharli gaz miqdorlari, ish joylaridagi zaharli gaz miqdorlari bor yoki yo'qligini aniqlaydigan gaz analizatorlarini tekshirishga mo'ljallangan gaz analizatorlarning barchasi mana shu xonada metrologik tekshiruvdan o'tkazib, ularni berilayotgan natijalarni to'g'ri yoki ishonchliligi baholanadi. O'lchash usullari vositalari degan fanimiz bor. Bu fanimizning fizik va kimyoviy o'lchashlar qismida laboratoriya ishlari bor. Talabalarimiz laboratoriya ishlarini bevosita shu yerdagi gaz analizatorlardan foydalangan holda ularni qiyoslash va kalibrlash jarayonini amalga oshirishni ko'zi bilan ko'rib, shu yerda amaliy ishlarni bajaradi va natijalarni olib qayta ishlagan holda gaz analizatorlarini to'g'ri yoki xato ishlayotganini baholash imkoniyatiga ega bo'ladi va ertaga bevosita shu o'qish tugatgandan keyin shu yerda faoliyatini davom ettirishi mumkin. Bugun har bir xonadonda elektr o'lchash qurilmalari mavjud. Ularning to'g'ri ishlashi nafaqat soha mutaxassislari, balki xonadon egalari uchun ham juda muhim. Siz ko'rib turgan ushbu qurilmada elektr o'lchash vositalarining to'g'ri ishlashi tekshiriladi va bu jarayon bevosita talabalarga o'rgatib borilmoqda. Bu laboratoriyamiz asosan elektr energiya va
quvvat o'lchash vositalarini, shuningdek yana elektr qarshilik o'lchash vositalari, ohm metrlar va shunga o'xshagan o'lchash vositalarini qiyoslash va kalibrlash uchun mo'ljallangan laboratoriya. Elektr energiya hisoblagichlari va voltmetrlar, elektr energiya analizatorlarini qiyoslashdan va kalibrlashdan o'tkazamiz. Talabalarga ham shu yo'nalish bo'yicha birinchi navbatda laboratoriya bilan tanishuv o'tkazamiz. Qaysi namunaviy o'lchash vositalarida ishlaymiz, texnik talablar va xavfsizlik talablarini o'rgatamiz. Undan so'ng qaysi yo'nalish bo'yicha ishlashimizga qarab, shu yo'nalishni me'yoriy hujjatlari bilan tanishtiramiz. Me'yoriy hujjatni o'qib chiqilgandan keyin ko'nikma hosil bo'ladi. Undan so'ng biz amaliyotga o'tamiz. Namunaviy o'lchash vositalarimiz bilan tekshirilayotgan qurilmalarni tekshirib ko'rsatib beramiz. Biz iste'molchi, turli mahsulotlar xaridori, xizmatlar foydalanuvchisimiz va to'lovga yarasha sifat kafolatini talab qilish huquqiga egamiz. Ana shu huquqimiz ta'minlanishida ham metrologiyaning o'rni bor. Bugun barcha sohalardagi kabi metrologiyada ham mavjud muammolarga ilmiy izlanishlar orqali yechim topish ko'zda tutilgan. Biza ilmiy tadqiqot ishlarini, diplom ishlarini, dissertatsiya ishlarini ishlab chiqarishni, muammolarini o'rganib, qaysi muammolarni yoritishimiz kerak, ilmiy tadqiqot qilishimiz kerak, tahlil qilishimiz kerak. O'sha nuqtai nazardan bakalavr bitiruvchilariga, magistr bitiruvchilariga va ilmiy tadqiqotchilarga mavzular taqsimlanadi. Dual ta'limda nafaqat ta'lim, balkim O'zbekiston Milliy metrologiya instituti va Toshkent davlat texnika universiteti o'rtasida hamkorlik, ilmiy ishlarni tashkillashtirish, ularni bajarishni, o'zaro hamkorlik yo'lga qo'yish masalasi juda katta ishlar amalga oshirilmoqda. Men o'zim doktorantura o'qish davomida aksariyat faoliyatim shu laboratoriyada amalga oshgan. Gaz nazarlarni metrologik tekshiruvdan o'tkazish, eksperimental testlarning natijalarini olish qismida shu laboratoriyadan foydalangan holda amalga oshirganman. Mening dissertatsiya mavzuyim qiyoslash va kalibrlash laboratoriyalarida sifat menejment tizimining tahlili hisoblanadi. Bu Milliy metrologiya institutida qiyoslash va kalibrlash laboratoriyalarining ish jarayonlari bilan tanishib, bu yerdagi sifat tizimi bo'yicha o'rganyapman. Bu yerdagi mutaxassislardan bilimlarni olib, kelajakda shu dissertatsiya mavzuyimni yaxshi himoya qilish niyatim bor. Bu yoqda bizlar amaliyotni o'z ko'zimiz bilan ko'rish imkoniyatiga egamiz. Bu ilmiy ishimda ham juda ham muhim. O'zbekiston jahon bozoriga chiqishni ko'zlagan. Jahon esa ma'lum standartlarni talab etadi. Shu bois metrologiya va standartlashtirish sohasiga e'tibor davr talabi, zarurat darajasiga ko'tarildi. Hozirgi kunda mana yurtboshimiz tomonidan qo'yilgan talab Butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish, butun jahon savdo bozorida o'zimizni mustahkam o'rnimizni topib, mahsulotimizni joriy qilish masalasi. Moddiy texnika bazani etalonlar bilan boyitish, loyihalar asosida sohaning eng dolzarb bo'lgan etalonlarni yaratib, o'zimizni mahalliy etalonlarimizni, agentligimizni etalonlar bazasiga qo'yish. Mana shu jarayonlar jiddiy olib borilmoqda. Nafaqat soha vakillarini, balki oliy ta'lim tizimi olimlarini, professor o'qituvchilarini shu jabhaga, shu jarayonga jalb qilishgan. Metrologiyani aniqlik, doimiylik kabi muhim tushunchalardan yana bittasi mutanosiblik. Ya'ni O'zbekistondagi 1 kilogramm AQShdagi 1 kilogrammga to'g'ri bo'lishi kerak. Metrologiyani asosiy vazifalari shuni ta'minlab berish. Tasavvur qiling, 1 kilogramm bizda boshqacha ko'rsatsa, AQShda boshqacha ko'rsatsa, biz na iqtisodiyot, na xavfsizlik, na xalqaro hamkorlik, na ilm innovatsiyani rivojlantira olamiz.
man shu ishonch bilan ayta olaman, hozir O'zbekistonda rivojlanish darajasi mana shu sohada keskin o'sib bormoqda. Moddiy texnika bazamizni yangi avlod asbob uskunalari bilan ta'minlashda tashqaridan asbob uskunalarni sotib olib kelmasdan o'zimizda zavod fabrikalarni seriyani chiqadigan asboblarni yo'lga qo'yadigan bo'lsak, men nazarimda O'zbekistonni iqtisodiy samarasini bundan-da oshiradi. O'tgan yildan boshlab biz o'ziga xos metallogik xizmatlar eksportini yo'lga qo'ydik. Ya'ni bizni etalonlardan qo'shni davlatlar ham foydalanishni boshladi. Bu Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Ozarbayjon davlatlariga biz ularni etalonlarini o'lchab berdik. Bu nimadan dalolat beradiki, bizni laboratoriyamiz kompetentligi, quvvati, bizni uskunalarni aniqligi ularnikidan yuqori. Aniq o'lchashlar sifat va xavfsizlikni kafolatlaydi. Dasturimiz orqali metrologiya sohasiga kadrlar tayyorlash xususida so'z yuritdik. Ko'rsatuvimizning kelgusi sonida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.